Assalomu alaykum. Bugun 3-mart soat ertalab 8:21. Va'daga binoan bugun sizlar bilan Dubaydagi raketa tushgan hamma lokatsiyani birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizning birinchi lokatsiyamiz Dubay xalqaro aeroporti 3-terminal. Afsuski bizning ichkariga kirishgani yo'q. Aeroport haqiqatan ham berk ishlamayapti. Hozir birinchi terminalga borib ko'ramiz. Xo'p, hozir birinchi terminalga keldik. Bu yerda bitta xodim bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Aytish bo'yicha terminal 3 dagi bomba tushgani rost, haqiqat. Lekin birinchi, ikkinchi terminalda ishlayapti. Даже bugun ertalab ham Moskvaga bitta reys uchirdik dedi. Lekin hozircha haqiqatan aeroport bekor, bitta charterning reyslarni o'tkazishyapti. Ikkinchi lokatsiyamiz hammamiz bilgan dunyoning eng baland binosi Burj Khalifa. Ko'pchilik Burj Khalifada ham portlash bo'pti deb o'ylashyapti, lekin bu dezinformatsiya, noto'g'ri. Burj Khalifa bu chiroyli turibdi va o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Hop, uchinchi lokatsiyamiz arablar yoqtirgan City Walk lokatsiyasi edi. Bilishimiz bo'yicha bu yerda ham portlash bo'ldi deyishdi. Shuni tekshirishga keldik. Mana 10 minutdan beri City Walk rayoni bo'yicha aylanib yuribmiz, lekin umuman portlash yoki bombadan asoratlar yo'q. Agar Palmadagi Fairmont otelida portlash haqiqatan bo'ldimi, bo'lmadimi bilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib, keyingi videomizni kutinglar.